bergan. Sizga boshi yerga tekkancha ta'zim qilaman. Rahmat. Güzel buluş üçün husn, libos kam, güzellik insoniy tuyg'ularga xos, insoniy qalb bilan güzeldir inson. Rahmat. Yo'l berdingiz muloyim, baxtli muloyim. Rahmat. Rahmat. Mana endi esa hamma narsaning oxiri bor. Hozir talab qilishyapti sho'x qo'shiq. Sho'x qo'shiqqa hammani raqsga taklif qilamiz. Marhamat, yigitlar.
to'g'ri. Shunga katta rahmat. Hammamiz suvishimizni eshitdi, lishli gaplarni eshitdi bu. Shuning uchun rahmat. Ta'zim qilamiz. Birimiz yaxshi gapimizni ko'tardi, birov yomon gapimizni ko'tardi. Eng muhim shu birinchi qilayotgan inson shu. 30 yillik ham ishdan Endi chiqamiz. 30 yillikdan 25 yillikcha. Ya, 25 yil bo'lmaydi. 25 yil. Ya, 25 yil esa 25 yil ketishdi. 25 yillik. Har yili yosh. Oyinlar, rasmiy sinfdoshlar. Aziz sinfdoshlar. Mana bugun yaxshi o'tdik, yaxshi yedik, yaxshi aylandik. Xudoga ming qatla shukr. Mana ziyoratimiz ham yaxshi bo'ldi. Allohga ming qatla shukr. Abdurahmon mana keldi. Mana ziyoratni ham yaxshi qildik. Endi bitta tilagimiz mana shu 20 yillikka Xudo nasib qilgan bo'lsa, endi 25-30 yillik yo'llarda ham mana shunday ko'payish, bundan ham ko'payish o'tirish niyat nasib qilsin Alloh bizga. Hech qachon kamaymaydi. Hech qachon kamaymaydi. Qizlardan, o'g'illardan kamaymaydi hech qachon. Hammaga Alloh umr bersin. Mana shu sinfdoshlarning hammasiga rahmat, oilasiga tinchlik, oilasiga totuvlik. Yaxshi kunda, yaxshi to'ylarda, sizlarning bola chaqalarning to'ylarida o'tirib, mana shunday qo'shchaqchaq kunda, mana shunday kun nasib qilsin bizga. Rahmat. Shonqara nima desinlar? Alloh buyursa, Xudo xolasa. Bu yerdan boshlaymiz o'zi chiqarishni. Olimjon. 25 yilni nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Endi Samarqandda buyuradimi, Nurobodda buyuradimi, Toshkentda buyuradimi? Mana shu buyurgan joyga qilamiz Xudo nasib. Allohdan hammalariga rahmat. Sinfdoshlar, qizlar, o'g'illar, hammalarining oilalariga tinchlik. Xudo nasib endi 25 yilda uchrashamiz. Mana shunday kun nasib qilsin hammalariga. Kattadan katta sinfdoshlar nomida, jo'rlar nomida rahmat aytaman. Shu insonlar o'zlarini hurmat qilib, o'zlarini yerlarini hurmat qilgan, yerlari insonlarni hurmat qilgani uchun mana shu davramizda o'tiribdi. Shu insonlarga avvalambor rahmat aytaman. Mana shu videoni kasetalarda ko'rgan bitta ikkita kelmagan insonlar ana shular keyingi 25 yil 30 yilliklarda qatnashsin. Men sizlarga sog'lik tilayman. Rais bu bitta gapda. Shu inson endi gap eshitib oldirsa aytaylik, bu insonlar gap bo'lishi mumkin emas. Bular qancha mehnat qildi. Har kuni bir uyimizga boradi. Pul bermaymiz. İlaka boradi. Farqat mashina chedi bu. Mashina xalq ketdi. Ota bo'lib xizmat qilmaydi. Hokimga bo'lib xizmat qilmaydi. Hokim shopiraymi? Har kim uyimizga bordi. Ishlarni qildi. Shunsa bir yaxshi gapni eshitdik. Shunsa katta rahmat aytaman. Avvalambor katta rahmat hammaga shu jam yig'ilib o'tirishdi o'zi bo'lmaydi. Avvalambor aytgandek bizga kerak o'zini hurmat qilib shu sinfdoshlarni hurmat qilib kelganlarga katta rahmat. Endi kamchilik biza uzr. Avvalambor mayli shu boriga shukur qilaylik. Kamchiligimiz mayli. Nasib bo'lsa 25-30 yillikda bu kamchiliklar ya'ni bartaraf qilinadi. Bartaraf qilinadi. Endi hozir avtobusda kelsa keyin samolyotda bilan yurtamiz. Avval qishloqda bo'lganida Samarqand, keyin Toshkent, Xorazm, Buxoro bo'lardi. Faqat endi aytganimdek kamchilik bo'lsa avvalambor uzr, hammaga sog'lik, oilaviy baxt, hamma o'zi bilan o'zi unib o'ssin, bolalarimning rohatlarini ko'ringlar.
hech qachon qatorlaringdan kam bo'lmanglar va aytgandek 25-30 yillikda ko'paysa kamaymaylik. Avvalambor shu olim do'stim, pakiza sinfdoshim bilan baxtli bo'lsin. Hajlarimni to'g'ri tushundi. Agar bu pakiza kiymaganda, Pakiza kiymaganda kallasini chachib turadi. O'sha quzular bor ekan, oshir o'zingga qarsa, mana shuncha bor ekan. Bizga quvonib chiqib ketdi. Islomni yetib olayotganingizga hammaga oilaviy bor. Krishna Fatiha Allohim. Rahmat. Ismoillaga roziman. Bijinglar rahmat. Maktabga bitta. Shundan